Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. O'zi kim bu videoni qaytadan ko'rayotgan bo'lsa, uzr, oзвучка berish esimdan chiqibdi. Bugun sizlar bilan Open Park va bugun Eden Hazard yo'nalishini tamomlaymiz va yaxshigina fragment ishlab olamiz. Omadli extra time'lar videoni shuning uchun ko'ringlar. Hay, qani ketdik, bo'lmasa magazinga. Hay, anavi pakdan ochamiz birinchi. Eng musor pakni Libertadores. Bizni undan baland bermaydigan pak desak ham bo'ladi. Argentina sizi Barcelonami? Yo'q. Soso. Mayli. Uch mingtalikdan bosamiz. Goat Anthony Mbappéni ukasi Beckham. Ko'plariga yo'q. Hakikaten neradan sap kumir chiqqanda Cruyff bo'lardi. Mayli. Endi bu pakka ochamiz. Taqqani ketdi. Ana kim tushar ekan? Ana. Va yurdi. Italiya. Sizi kumir? Yo'q, Milan. Gabbia. Hay, qani ketdi o'rtoqlar. Chiqamiz. Tak. Abmenga kiramizda. Birinchi mana Sosani abmen qilib olish kerak. Sosa. Bitta brizonlik kart olamiz. Mana. 200 ta fragmentga birontasini olamiz. Mana shuni olamiz, qani ketdi. Oldi, endi abmen qilamiz. Tak, abmen. Ekstra jetonlar qani, mana. Kiramiz. Mana bu bola, yo'q. Gabbia emas, Gabbiani olamiz. O'zimizni saqlaymiz. Tak, qani ketdi. 6000 ta ekstra jeton. O'rtoqlar, videoga like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin. Men shu yil 500 ta obunachga erishishim kerak. Attiga 240 ta qoldi. Shu videoni aktiv qiling. Hamma ko'rayotganlarni atiga yarmi obuna bo'lsa ham o'sha men 2000-3000 ta obunachiga erishardim. Afsuski, mana obuna bo'lmasdan kuzatishadi va bu yoqdan 106 Suleymanani olamiz va ikkinchisiga qani let's go da Mbappe. Psili. Mayli, bo'ladi. 109 foydaga kirdik, chunki men bu pakka boshida bitta 108 berib, shuncha ekstra jeton qildim. Ammo 5000 tadan tashqari, demak 4000 ta ekstra jeton, 1000 ta ekstra jetonni orqasidan ishlab oldik. Ertaga ham hali open pack bo'ladi. Bitta 3000 talik, shu 1000 talik, 5000 talik ochamiz. Fragmentimizni
tezroq to'plar Gullit yoki Beckham olishimiz kerak. Atta qanikin? Ay, Adeyemini olamiz. Adeyemini oldik endi. Chiqib ketdim cho'tda. Mayli, uni sovg'adan olamiz. Bosilib ketibdi qo'lim. Mayli, pesili bildim. Bu kart musor. Bu kart ekan nomi. Bu kart musor. Mana sizlarga qofiya. She'r, shoiriman-da o'zi. Suleymana Adeyemi Burkartni beramiz bo'ldi. Suleymanani o'zini beramiz. Zayniddin Zidan. Kiramiz, ammo bitta mingtalik o'chamiz, 5 mingtalik bosib uramiz. Qanikim? Pappi tush. Desam agar tushmayman dedi-da shu. Hanko Atletikoni devori. Qani ketdi 5 mingtalik taktika qilib ko'ramiz. Bismillah deb ochamiz. Qani ketdi, bismillah. 1 2 3 bosdim. Nechta shart? 150 ta shart. Yaxshi. Buni screenshot qilish kerak edi. Screenshot qilmadim. Videoni yuziga qo'yardim. Endi buni SMSdan olib Eden Hazardda tugatishimiz kerak. Olamiz Hankoni 384 ta bo'ldi. O'sha to'playapmiz. Bugun bir 600 tami, 650 tagacha chiqaraman. Bir 800 tami bugun qilaman fragmentni. Tez Gullit yoki Beckham olamiz. Futversi yo'nalishi. Mana endi pak ochamiz. Bu yoqda Eden Hazard tugatganim uchun menga pak berardi. Qani katta shu yoqdan Gullit. Fga let's go. Gullit. Like bosamiz. Yerda besplatni ochko bermadi. Hozir bir o'yinish dalgish bersa-ya deb o'ylagandim. Lekin bunaqa bo'lmadi. Chelsea. Buni bermay turamiz. Hozir Eden Hazardni tugatishga kerak bo'ladi. Asrab turamiz. Asrab avaylab. Mana endi komandaga kiramiz, sostavga. Birinchi adminga kiraylik. Mana. Ikkalasini 90 taga admin qilib turamiz. Aytdim-ku, bugun yaxshigina fragment to'playmiz deb. Almashtiramiz. Jorjni Pepe'ga emas. Sapga emas, Pepe'ga qo'yamiz va hozir Hazard mana. Hazard bratishgan. Qaysi o'rniga mana 8 ta trenirovka berganman. Hazardga o'tkazamiz. Hazard qandasan? Mana Hazard. Let's go. Let's cook chicken. Chicken banana bo'ldi. Endi o'tkazdik, ketdik. Mana bitta trenirovka beraylik, shuni trenirovkasini o'ng qilaylik. Driblingi 100 bo'ldi, demak endi yaxshigina aldab o'ta olamiz. Let's go. Videoga like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin. Qaranglar. Agar bugun 270 ta bo'lsam, ertaga srazu yana video chiqaraman. Shuning uchun like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin. Qani bu yo'nalishni tugatamiz. Xudo xohlasa, lekin buni men har kuni qilaveraman. O'rtoqlar, har kuni bu yo'nalishlarni tugatgan bo'lsangiz, har kuni qilsanglar ham Gullitni qilmanglar. Chunki Niderlandiyalik futbolistlar qimmat, Van Basten olishinglar kerak. Yana. Korоче, Jorj
to'pini o'yinga Jorj kiritadi. Adres Modric ekan. Qani Modricga beramiz. Hay pas. Okey, let's go. Sankt-Peterburgga pas. Yo'q. O'xshamadi. Hazard yo'q, yugura olmadi bechora. Aytak Valverde yopishamiz. Kordorova bir xil oladi sandan. O'rtoqlar, 500 ta fragmentga ajoyib taklif. Kordorovani olinglar. Kingni olmanglar yana. Adashib yoki ustiga 300 ta qo'shib Nestani olinglar. Men boshqa o'yinchi ham olishim kerak desanglar agar Kordorovani olinglar. Statistikasi juda ajoyib futbolchi, juda tez to'pini ola oladi va o'zi gol urishga harakat qilamiz Jorj bilan. Yo'q, o'xshamadi. Menimcha bu yo'nalishni yana bir bor qilib ko'ramiz. Ikkinchisida yaxshigina bo'ladi deb o'ylayman. Qani ketdi Eden Hazard. Aldaymiz va zarba yo'llaymiz. Bo'lmadi, afsuski. Zarbamiz o'xshamadi. Valatarisni onasini uyiga yubordi. Dribling. Yana dribling qilamiz. Yo'q, oyog'imizdan baribir urishdi. Palhanami kimdir. Tottenham o'yinchisi. Hay, Tottenhamni qizig'i Hazardga nima daxli bor, shunga qiziqyapman. Davay. O'rtoqlar, men nima qilay hozir? Ana u yo'nalishda fragmentlarni olib bo'lmayapti. Istoriya nasida yangi yo'nalish ham kelmayapti. 420 kunlik, menimcha ikkinchi anonsi bir oydan keyin kelsa kerak. Men rankap jeton olaveraymi yoki to'plab turaymi? Shuni ham kommentariyada yozib ketinglar, lekin rankap jeton ham o'zimga kerak. Menimcha rankap jeton olganim yaxshi, shundaymi? Shunday. Jorj bilan zarba. Jorj cheating. Dalgishni full prokachka qilmabman. Dalgishni full qilsak agar vashshada bomba statusga chiqadi Dalgish. Dalgishni full qilsak bitta napadash olishimiz kerak. Bo'ldi. Agar lekin Ronaldo 4-haftada ham chiqmasa bilmadim, lekin Ronaldoni kutib o'tirmayman. Bale ketdik. Jorjdan pas bo'ladi. Okay, let's go. Valverde, mana Benzemadan pas. Udar. Bunisini lekin muvaffaqiyat bilan bajaramiz. Pas mana kalla bilan ketdi. Barzakli, Benzema, Jorj o'rtaga chiqib oladimiz. O'rtaga va zarba yo'llaymiz va gol. Mana bitta topshiriq bajarildi. Va keyingisiga yo'l olamiz. Qani ketdi. Endi Eden Hazard bilan gol urishga harakat qilamiz. To'pni Hazardga yetkaz va chotga uchib ketdi to'p. Hazard. Mana penami kimdir orqasidan quvlayapti. Ortga o'tamiz. Ketamiz, lekin Hazard pas berdi. Yana Hazardga pas. Desam agar Dalgishga pas berdi. Dalgish Modricga berdi. Hazardga berdi demoqchi edim. Hech qisi yo'q. To'pni olamiz. Barzakli zo'r turadi zashtada. Mana endi Eden Hazardga yana bir bor to'p keldi. Hazard o'tdi va orqaga olamiz. Himoyachilarni garang qiladi. Ortga olsanglar, to'g'ridan ketmanglar. Agar futbolistni skorostiga pas bo'lsa, mana tugatib oldik. Va bu yoqdan 100 ta rankap jeton beradi. Gulitni olganimdan keyin Gulitni full prokachga qilaman. Agar Ronaldo ham hatto napadashi ham kelmasa agar, lekin
ko'ramiz-da. Mana Beckham yo'nalishi. Mana Beckhamni bir o'zini chiqardi. Buni olishga arzimaydimi? Arziydi, lekin 111 kardini olganlar quydi. Barcha puliga quydi. Mana. Undan ko'ra bu kartni olgan yaxshiroq. Bitta 110 Beckham kardini olib ta'kidlar nechtadir fragmentga qo'yasizlar, ko'p emas. 100 ta fragment sizlarga arzonroq bo'ladi. 111 Beckham olganlarga yomon rahmim kelyapti. Beckham statuslari ajoyib. Beckham olaymi, Gullitmi deyapman. Menimcha Gullit olaman. Mana bugun buni mingtalikni ham qilaman. Zo'r bo'lardi. 80 ta fragment olaman. Aytyapman-ku, bugun juda zo'r fragment to'playman deb. Chiqamiz. Osnovnoyga kirib, mana bu yoqda yana podarkasi bor. Qani ketdik. Olaylik 200 ta rankabzi. 200 ta anaqa to'picha beradi. Har shunaqa uni tugatganinglarda ana. Tilim o'pishim kelishmayapti. Bu yoqda 100 ta rankabzeton. Шартлар забивайте 40 голов в любом режиме. Короче, shartlarni bajaringlar bo'ldi. Menga obuna bo'lish esinglardan chiqmasin va sostavni to'g'rilab olamiz. Mana, купите один набор в магазине, выполнить забивайте голов, нападающими, совершите 2 матча Division Rivals, bilan hammasini qilamiz. Yo'q, yangi promokod chiqdi o'rtoqlar. O'sha promokoddan ham foydalaninglar. Men u promokodni hech qayoqqa joylamayman. Prosta men sizlarga aytaman qayerdan olishni. Google'dan olasizlar. Google'da FK Mobile Redeem Code deysizlar. Redeem Forum degan narsa chiqadi. O'sha yoqqa kirasizlar. Va o'sha kod chiqadi va sizlarga bitta menimcha 103 gacha pak va mana bunaqa narsalardan ikkalasidan 3 tadan beradi. Hozir men ham u redeem kodni ishlataman videodan keyin. Ertaga ya'ni videoni kutishinglarni maslahat beraman. Video chiqishini xohlasangiz shu videoda aktivni bomba qiling, 270 ta bo'lay va ertangi video juda omadli bo'ladi. Mana bu yoqda men o'zi bugun bitta ochdim. Va sizlarga faqatgina yaxshi revert beradi. O'rtoqlar. Videomizni tugatamiz. Asta-asta. Videoni shu joygacha ko'rganinglar uchun rahmat. Aminglar sog'-salomat bo'lib qolinglar. Keyin menga kommentariyada maslahat beringlar, nima qilay, kim olay. Xayr o'rtoqlar, videoni shu joyigacha ko'rdinglar. Sizlarga hammalarga kattakon rahmat.